Zilitir. Azot yetishmovchiligi ekinlarni zaiflashtiradi. Ammo to'g'ri hosildorlikni oshirish mumkin. Pomidordagi azot yetishmovchiligi, pastki barglar sarg'ayadi. Mevasi kichik va rangsiz. Assalomu alaykum. Agromaslahat Global kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizga dalamizda eng ko'p uchraydigan muammo azot yetishmasligi qaysi o'simlikda qanday ko'rinishini aniq qilib ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Pomidor, makkajo'xori va bug'doyda belgilar qanday farq qilishini bilib olasiz. Pomidor azotga juda talabchan. Yetishmasligi quyidagicha bilinadi. Birinchi, pastki barglar sarg'ayadi. Bargning tomir oralari och sariq bo'ladi. Tomirlar esa to'q yashil ko'rinib qoladi. Barglar kichrayadi. Yangi barglar mayda, yupqa, kuchsiz chiqadi. O'sish sekinlashadi. Butaning balandligi o'sishi to'xtaydi. Novdalar ingichkalashadi. Gullash kamayadi. Gul soni kamayadi, meva hosili pasayadi. Mevalar kichik va rangsiz bo'ladi. Qizil rang sekin tushadi, pomidorning ichi bo'sh bo'lib qoladi.